Ko'z gavhari nima vazifani bajaradi? Ko'z gavhari bu xuddi kameradagi linzaga o'xshagan tuzilma hisoblanadi. Shaffof hujayralardan iborat. Uning vazifasi ko'zga tushayotgan nurni to'r pardaga yetarli darajada to'g'ri sindirib o'tkazish. Ya'ni biz ko'rayotgan borliq juda ham katta qismga ega va to'r pardaning shu kichkinagina 1 santimetrga yetmaydigan darajadagi qismiga uni to'g'rilab jamlab berish vazifasini shoh parda va gavhar birgalikda bajarib beradi. Aynan shu narsani bajarishda biz uzoqni ko'rganda va yaqinni ko'rganda gavhar yassilashib, to'mtoqlashib bizga fokus olib beradi. Ya'ni shu uzoq yaqinni bizga moslab beradi. Xuddiki kamerada zoom ishlatganingizdaqa uni linzasi uzoqlashib, yaqinlashib, sizga uzoqni yaqinni to'g'rilab bergani kabi gavhar ham xuddi shu vazifani bajarib beradi.